Bunda ham sekin. Mesela tozalab, to'g'rilab. Endi shu qo'yiladi, mana shu jino olingandan keyin yana qancha orada vaqt o'tgandan keyin olish kerak? Mana 2 oy, ha. 3 oy akalar mana. Ju holatda qanday edi mana junda olindi. Endi xudo xolisa qo'limiz zo'r o'zgarishga keladi mana. Xudo narsa o'zgaryaptimi shu holatda? O'zgaryapti. Hozir akalar mana tabiiy o't xudo xolisa mana. Faqat tabiiy o't bilan o'zgaryapti. Toshkentda ikkinchi kun ishimiz. Bu manzarani ko'ringlar akalar. Xudo xolisa 300 tadan 160 tasi birinchi kunda. Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatib boruvchi qadrli obunachilar. Mana xudo xolisa kecha videomizni kechqurun qo'ygandik. Toshkent shahriga, Toshkent viloyatiga yetib keldik. Xudo xolisa 300 dona zakaz tushgandi. Mana sekin ishga yetib keldik. Xudo xolisa ish jarayonlarini sekin ko'rsatishga harakat qilamiz. Ona bolalar ekan, bolalarni boqqan ona bolalar qo'ylarimizni xudo xolisa yungini qirqib, chiroyli qilib berar ekanmiz. Mana mana haqiqiy firma akalar. Xudo xolisa bittadan tavsiyalar like bosinglar. Duodamiz. Firmangizda ham sizni oilaviy firmangizda eng kamida shunchadan qo'y bo'lsin. Mana akalar. Oxiri tugamaydi deb o'yladi. Mana katta firma akalar. Adashmasam bu yerda 500 boshchasi, 505 qo'y bor. Undan shu aytib o'tganimdek 300 boshini yungini qirqamiz akalar. Xudo xolisa avvalo xudo shu ustani примерно bir 2 kun niyat qilib turibmiz, 2 kunda obulishiga. Videolarimizda hozir kunligini kunda qo'yib borib turamiz. Bugungi ishda ham ertanigini ham. Agar shu o'z rejada kelsa bo'lamiz. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, yun qirqish xizmatlari, xudo xolisa O'zbekiston bo'ylab kolичествosiga qarab boraveramiz akalar. O'zimiz vodiy bo'ylab telefon qilaverasizlar. 94 175 68 68 raqamlariga bog'lanaverasizlar. Vodiydan boshqa yana shu kolичествosiga qarab narxini hamma yo'g'ini telefonda kelishib boraveramiz akalar. Mana Xudo xolisa mana ishonib chaqirishibdi. Xudo xolisa ishonchlariga yarasha ish qilib berishga harakat qilamiz. Bu yerda 300 dona ekan akalar. Masalan, sizning firmangiz 500 ta bor yoki undan ko'p bor. Sizga nechadir kunda masalan ishingiz yoki bir nima faoliyatingiz to'xtab qolmasligi uchun hech bo'lmasa endi 500 ta qo'ydi, bir kun deb bo'lmaydi. Hech bo'lmaganda 4 kun yoki 5 kunda tugatib ketish kerak. Menga odam yetarlimi o'sha junda qirqadigan deydiganlarga gruppamizda xudo xolisa yetarli. Bemalol ishonchingizni oqlab harakat qilamiz, xudo xolisa. Akalar, hozir sizlar Ikrom Jo'rayev kanalimni Agregat Uz Group kanalida kuzatib boryapsizlar hozir videolarimizni. Agregat Uz gruppamiz yangi kanal. Xudo xolisa aytayina shu agregat ya'ni apparat, qo'y yungini qirqish apparatini agregat deb nomlanadi. Shuning uchun Agregat Uz Group ochdik. Xudo xolisa shu yangi kanalimizga obuna bo'lib turasizlar. Qayerlarda olyapti turganimizni, hammasini olyapti turganini, yung qirqyapti turganlarimizni batafsil videolarda ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Xudo xolisa qo'ylarimizni ko'ringlar. Tabiatning go'zalligini ham ko'ring. Bizga shu to'kni yetkazib bersalaring bo'ldi. Hech bo'lmaganda 2 dona, 3 dona yordamchi yana bizlar astoydil tushganimizda bizga qo'ylarni yiqitib berib, olib kelib turadigan odam bo'lsa bo'ldi. Mana qadrli obunachilar, xudo xolasa mana kabellarimiz tortildi. Mana ish apparatlarimiz xudo xolasa mana
Hammasi. Xudo xolisa 4 dona apparatimiz bor. Chiroyli qilib hozir mana shu yerga olib kiramiz. Mana YouTube'da ko'rgan bo'lsalaring kerak. Mana shu akamiz xudo xolisa boshimiz billa hali qilyapmiz. Mana. Hozir shu yerga olib kirib xudo xolisa mana Qur'onni ham holatini ko'ringlar. Firmada haqiqiy sharoitni ko'ring. Mana. Qo'ylar olib kirib olamiz. Mana qadrli obunachilar, xudo xolisa mana katta daqiqa tushdik, boshladik ishlarimizni mana. Xudo xolisa mana. Ketdi bag'i. Mana qala. Xudo xolisa. Bu qishi bilan bola boqqan qo'y. Xudo xolisa xizmatlarimiz qo'y soniga qarab O'zbekiston bo'yicha borib kelishilgan holatda beramiz. Bitta o'zlari emaslar, mana xudo xolisa gruppamizda odamlar ko'p. Lekin boshlanayapti mana xudo xolisa. Forma. Sekin mana. Egalar. Xudo xolisa g'iyol turmaydi. Miqdoriga qarab O'zbekiston bo'yicha chiqaramiz, ha? Chiqaramiz. Nechta soniga qarab chiqaveradi, kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda mana chiqaramiz, akalar. Telefon nomerlarini qoldiraman, xudo xolisa. O'zlar internetda ko'rgan bo'lsalar ham kerak. Chiroyli qilib berilaveradi. Xudo xolisa o'zimiz ham boshlaymiz. Billamiz akalar mana. Mana kanalda videomizni video raqamlarimizni qoldirib qo'yamiz, bularni telefon raqamlarini qoldirib qo'yamiz. Bemalol bog'lanasizlar, xudo xolisa o'zimiz ham bilamiz. Qo'ylarimiz xudo xolisa ko'p. Kanalimizga obuna bo'lmagansiz, obuna bo'lib, qisqa videolarimizga kirsalaring, qisqa videolarga xudo xolisa joylab boryapmiz. Qisqa videolarda xuddi shu firma 500 bosh deydi. 300 boshini xudo xolisa yengini qilamiz. Hammasini batafsil ko'rsatib, qisqa videolarimizda ham joylab borishga harakat qilamiz, xudo xolisa mana. Mashqo'yga o'rtacha necha minutda bo'ldingiz? Rosa bo'lsa 5 minut. Rosa bo'lsa mana 5 minutda bo'lindi akalar. Sovuqqa yana ham bu akalar. Bolani boqyapti. Qo'ylarimni olib kelamiz. Ash orqa o'ng tepa oyog'i qolaveradi aka. Mana akalar. Bo'l. Bir tarafi bo'ldi dedim, demak, qolani tashqish qolmadi akalar. Bu yog'i ham bo'ldi hisob. Bu yog'i ham mana bo'ldi hisob. Sekin ehtiyot bo'lib olinyapti mana. Hali ko'p internetlarda kommentariyalarda o'qiymiz, qiyib olamiz, zangimiz. Ehtiyot bo'lsa hayotda qiyib olishmaydi. Shara bo'lib olishadi-da. Shara bo'lib oladi. Hozir ko'nglingizdagidek qilib olishga harakat qilinadi mana.
Endi shu qo'yiladi, mana shu jino olingandan keyin yana qancha orada vaqt o'tgandan keyin olish kerak? Mana 2 oy, ha. 3 oy akalar mana. 3 oydan keyin yana olish kerak. Bu o'zgarishga o'ta katta ta'sir qiladi akalar. Foydasi borda o'zgarishga. Shu qatorda yana ma'lumot olib ketadi akalar. Hozir bu qo'ylarimizni mana shu akalarimiz xudo xolsa qarashyapti ekan, o'zlari nima berib ularga tabiiy o't bilan yana bir 2 oycha tabiiy o't boqamiz. Tabiiy o'tdan ko'karadi, ya'ni tabiiy o'tda yeydi deyaptilar. 2 oylardan keyin buni daladagi o'sha kun isigandan sari o'tlarimiz kuygandan keyin keyin quruq o'tga o'tamiz deyaptilar mana. Xudo xolsa u qo'yib yubordik ham. Mana bo'ldi. Mana akalar xudo xolsa bo'ldi. Videoda ko'rib turgan bo'lsalar, ko'p vaqt ketmadi. Xudo xolsa stop bosiladi. Endi hozir to'xtatilgan bitta hech o'rnidan stop bosildi, lekin asosiy joyga stop bosilmadi. Oyog'ini yechamiz, qorinni shuni tozalamasak bo'ldi. Qorin tozalab turganda mana shunday yordamchi bo'lib turish kerak akalar mana. Xudo xolsa qaysi bo'ldi qo'yamiz. Bo'ldi. Oyna ko'ryapsizlar, bino olmasa u qochib narsa olib ketib qoladi. Ayniqsa shu solinsa zo'r bo'ladi. Endi tushi bilan yotadi qo'ylar. Bo'ldi. Turg'izing o. Mana akalar. Ju holatda qanday edi mana junda olindi. Endi xudo xolsa qo'yimiz zo'r o'zgarishga keladi mana. Xudo nasib mana shu yerda hozir hamma ona qo'ylarimizni olamiz. Bo'lmasa videomiz rivojini kuzatib boring, xudo xolisa hammasini olishga harakat qilib ko'ramiz. Mana qadrli obunachilar, xudo xolisa boshlaganimizga mana hali toz 1 soat bo'lib bo'lmasdan 20 tadan ko'p bo'ldi aka. 20 tadan ko'p bo'ldi aka. 25 ta 30 ta bo'lib qoldi. Xudo xolisa mana bu qo'ylarimizni ko'ringlar. Bola baqqan qo'yga qarang. Mana. Mana akalar, mana qilib xudo xolisa bu nechta qancha qo'y jun olgandan keyin charchetda almashtirish kerak shu ana. Ashrat aka, Har xil holatda. har xil holatda. Ba'zi bir paytlarda ikkita bitta qo'yga ham, ba'zi birlarda 30 tagacha ham beraveradi. 50 tagacha beraveradi mana qadrli obunachilar. Mana bunaqa qishloq holatda bo'ladi. Bu narsalar o'zgardi mana bunaqa holatda qo'yiladi. Qanchadir miqdordan keyin uni xotirib olmayveradi. Mana bu ham sekin masalan tozalab, to'g'rilab. Mana qadrli obunachilar, xudo xolisa boshlaganimizga ham ko'p bo'lmadi. Soat millarimiz 9:40 ko'rsatyapti. Xudo xolisa 40 tadan ko'piga yurib qo'ydik. Past 40 tadan bo'ldik. Mana sekin xudo xolisa ishlamiz. Mana obunachilar, mana qo'ylarimiz xudo xolisa zo'r chiqdi. Xudo xolisa mana qo'ylarimiz. Mana olingan qo'ylarimizni ko'rsataylik. Bir pasda mana xudoga shukr sifatga ishlayapmiz, ya'ni ham o'sha toz sifatli bo'lib, qirqmay, kesmay, xudo xolisa chiroyli qilib ko'ngillardagidek bo'lyapti, o'zlari ko'rib turishibdi. Mana qo'ylarimiz o ag'ib to'la qo'ylar. Xudo xolisa olinyapti. Mana sekin-sekin olinganimiz taxminiy soniga qarab xudo xolisa sizlarga taqdim etib boramiz. Birinchi kun akalar, xudo xolisa bu birinchi kun bu yerda ishlashimiz. Ya'ni o'zimizcha hisobda bir 2 kun. Mana qadrli obunachilar, xudo xolisa bitta bo'ldik. Bitga to'g'ri ertalab shu soat 8 bo'lib bo'lmay, ba'diyam shu go bo'lgan bo'lsa, ya'ni boshlagan bo'lsak 90 ga yaqin, xudo xolisa 90 ta 85 ta 90 ta qo'y jurno bo'ldi. Qolyapti aka. Endi sekin ajratib shu yoqqa o'tkazib o'lyapmiz. Xudo xolisa jarayonlarni kuzatib boring, sekin ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Mana qo'ylar. Sekin ozayib kiramiz bu qo'ylarni. Assalomu alaykum, yana bir qadrli obunachilar, bizni kuzatib turuvchi chorva ishqibozlar, xudo xolisa mana Toshkentda 2-kun ishimiz. Bu manzarani ko'ringlar kana. Xudo xolisa 300 tadan 160 tasi birinchi kunda bajarildi.
Mana isboti, xudo xolisa. Bugun ham qolganini bitta kunda qilib tugatib berishga harakat. Şeylarda qo'ylarimiz xudo xolisa chiroyli qilib beramiz bugun. Ustalar shay holatda mana. Kanalimiz ayra olmishmi? Shirojini xudo xolisa sekin-sekin xabar boramiz. Tomosha qilishda davom etinglar. Mana ustalar kelishdi boshladi. Mana qadrli obunachilar, xudo xolisa ikkinchi kun abid qilib chiqdik. Mana olingan qo'ylari ichida endi bor, olinmaganlari ham. Xudo xolisa deydi taxminan 50 ta uyog'i bu yog'ini qo'y qoldi. Bugun ham abidga 80 dona oldik. Jonliq inaga yo'qmiz. Mana kelar. Aqllarimiz rivojlansa-keyin. Mana tabiat qaranglar. Hech naqa yerda boqsang maza qilasan. Eng asosiy ma'lumotlardan bittasi hammasi ko'k o'tga o'zgaryapti turgan qo'ylar. Hammasi. Ha şeyda yuradi. Mana qo'g'ildan. Sharoit ham zo'r. Aytda 2 kishi qarar ekan. Bu narsaga salapanga o'rab, xudo xolisa 2 oyda bo'ydagi kun isigan sari o'tlar kuyadi deyishyapti. 2 oydan keyin shu mayda oxirrog'iga sekin keyin bag'na o'zimiz o't shu narsalarni berishni boshlaymiz. 2 oyga mana shu ko'kotda o'zida yuradi deyishyapti. Ana kelar 2 kundan olinyapti turgan qo'yimiz julni endi. Voqealar rivojini kuzatib boring, xudo xolisa. Ishimiz oz qoldi. Hademay tugatamiz. Yakuniy qismini ham olib sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana qadrli obunachilar, xudo xolisa ishni yakunladik. Xudo xolisa ishni yakunladik. Endi sanash jarayonidamiz. Biz taxminimizga ko'ra 315-320 taga yaqin bo'lib qoldi, xudo xolisa. Avvaloga nasib qo'ylarni ko'ringlar. Ilohim sizlarni ham qo'ralaringda shunaqa qo'ylar bilan to'lsin qo'ralaring, ey. Ana u chiqib ketyapti, ana u sanash jarayoni. Xudo xolisa zo'r. Yengil qiyinchiligi bor, yaxshi. Mana qadrli obunachilar, qo'ylarimiz qochib ketdi. Sanayap turdik. Kelaveringlar, qo'ysa emas, beyda hammaga yetadi sanagani. Uspet qilgan odamga. Voy, qo'ylarni ko'ringlar, hali naval. Yomoni shu bo'ldi. Ishing endi tugaganda. Muxtar aka, sanang, aka sanang. Sanang Muxtar. Hoji baba nima bo'ldi? Rasvo bo'ldi. Azlamash Hoji bobomizniki qo'ylar hammasi. Nima bo'lsa bo'ldi. Mana. Ve aytdan ular bor ekan hali. Echkimi?
Obunachilar 5-6 ta sherigimiz mayda ishchilar hammani o'pirib ketdi qo'ylar. O, bunaqalar buzvordi. Mana ustalar ham orqasidan yugurib yurishibdi. Nima bo'lyapti? Mana bo'lyapti. Qadrli obunachilar, Xudo xolisa mana sanamizga 14-aprel 12-kuni kechqurun yetib kelib 13-14-aprel kunlarida Xudo xolisa oldik. Ro'parasi 310 ta qo'ydi. Bugun 40 bo'libmiz. Videolarimiz sal bo'lsa ham manfaatli bo'lgan bo'lsa, sizlarga yoqqan bo'lsa, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. Qandaydir kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz. Navodonda sizlarda ham shunday ko'p kolичестводagi qo'ylar yungini qirqish kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha vodiy bo'ylab kelishamiz 100 tagacha bo'lgan. Vodiydan tashqarida, ya'ni poytaxtdan boshlab 100 tadan oshiq bo'lsa, Xudo xolisa kelishilgan summada, kelishilgan ahvolda, Xudo holatda bemalol qo'ylaringizni yungini olib kelib beraveramiz. Bemalol 94 175 68 68 telefon raqamlariga bog'lanasizlar. 24 soat yoniq bo'ladi. U bosh ustamizni telefon raqamlari. Yo'qsa qadrli obunachilar, Xudo xolisa bosh hamma narsani boshi bor, yakuni bor. Yakuniy nuqtani Xudo xolisa sekin olyapmiz. Kanalimizga obuna bo'lmasangiz, obuna tugmachasini bosib, videolarimizga yoqib turamiz, like tugmasini bosib qo'yasizlar. Tanish bilishlarga xuddi shunday firmada qo'ylari bor odam tanishlar bo'lsa, videomizni shunday yuborib qo'yasizlar. Ularga ham bemalol Xudo xolisa xizmat ko'rsatishga harakat qilamiz agarda ishimiz yo'qolib turgan bo'lsa. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.